Cobalt avtomobilimiz do'stlar egalaridan sotib berara kelgan. Shu mashinamizni reklama qilib beraman, ko'rib boraverasizlar. Avtomobilimiz zo'r narxda, zo'ri xudo xolasa. 2023-yil avtomat style, ABS magnitofonlari bor. Mashinamizda yumshoq balonlar qo'yilgan. Kuzupi rodnoy, kirchik, uning chiziq yo'q. 51 ming o'zini halol yurgan probeki, Bag'at avtosodaning ikkinchi filialida sotuvda. Metan gazlari bor. Mashinamiz kuzupini kuzatadigan bo'lsak, görüşmeyiz mümkün. Defekt yok, kırçık mı, çizik çayları yok. Salon kısmı inanırsa apşipkel akurat, niteye döşelgen. Sidinler hem taptaze olup durdu dostlar. Evet kılsanız 50.785 probegir tuttu. Arka taraftan görünüşü, arkalarım taptaze olup tuttu yurttaşlar. Yine metan gaz, dankrat balon külü çemmez çayında. Avtomat style Cobalt'ımız avtosoda xudo xolasa. Motor kısmını kuzatadigan bo'lsak, enandos ABS'lari bor, metan gazlari bor, motora külüş demagan. Akkuratli mashinamiz sotuvda. Xarid qilaman desangizlar, narxi 144 million so'mga tushirdik. Naqd pullar, kredit kirib olaman desangizlar. Tak, 11 milyon bilan chiqarib beramiz. 4 milyon 900 ming so'mdan chiqadi olib tilov. 5 yil. Kimga narx ma'qul bo'lsa, kelib xarid qilaverasizlar. Do'stlar, bera kelsangizlar, Cobalt'lar dim ko'p. Malibu, Captiva, Gentra'lar bor bu tarafimizda. Bemalol kelib mashinlarimizni xarid qilaverasizlar do'stlar. Shu videorolikimiz kengroq tarqalishi uchun like bosib kuzatishingizni iltimos qilib so'rayman. Sizlardan ham shuni sotib olgan mashinalar bo'lsa, olib kelaverasizlar xudo xolasa. Savdo zo'r. Rahmat.